Bunaqa planirovkali uyni aniq ko'rmagansiz. O'zim ham birinchi marta ko'ryapman. 2 sot uyga shunaqa ishlar qilib tashlashgan, mebel, texnika, 7 metrlik patologda juda ham chiroyli chiqqan. Fasadlarimizni 100% travertin toshlardan ishlatilgan. Podvolda basseyn, sauna, orqada ham hovlisi bor. Chiroyli avtomatik darvozamizni, kaletka eshigini ko'rdinglar, juda ham baland. Отпечатка palislar bilan kiriladi uyga. Hojatxona, bu yerda shitovoy xonamiz joylashgan, kichkina oshxona zonamiz va bu yerda ovqatlanib o'tirish uchun texnika sharoitlari bor. Oshxonadan kirib chiqsa ham bo'ladi. Endi mana bu yerda bitta ko'ringlar, chiroyli stupenkali joyda, полностью mramordan qilingan. Uy haqiqatdan zo'r, lekin hozirdan bitta like bosib qo'ying. Afsuslanmaysiz, uyga ichiga o'tamiz, ketdi. Uyga kirishimiz bilan kichkina prixoshka bilan boshlanadi. Chap qo'lda stroyniy shkaflari va mana bu hovliga bitta baho beringlar. 2 sotuga o'xshaydimi, o'zinglar aytinglar. Полностью kanalniy konditsioner sistemasi o'rnatilgan, ya'ni chiller sistema. Alohida konditsionerlar qo'yilmaydi. Bu yerda mazza qilib dam olib o'tiriladigan joy. Mana bu yerda 2 metrdan oshiq 86 ta televizorlari, mягкий zonalari va bu yoqdan birinchi chetdan boshlaymiz. Gostivoy hojatxona, yonida oshxonamiz, katta o'stiruvlar ham bor. Полностью toshdan qilingan, холодильник skrytiy, juda ham aqlli uy qilingan aytganimda. Полностью mebel, texnika hamma narsasi tayyor. Har bitta xonada alohida mana suvni kontrol qiladigan, suvni kontrol qiladigan datchiklari bor. Bu yerda zalimiz joylashgan, orqada kichkinagina hovlimiz bor. Mazza qilib ovqatlanib dam olib o'tirish uchun, mehmon kutish uchun xujinli narsalar olingan. Uyimiz ham mebel texnikasi 100% tayyor etganimda. Bu yerda spalnya birinchi qavat uchun marhamat. Kirganda spalnyasi, hamma narsasi xudo xolasa yaxshi narsada qo'yilgan. Bu yerda o'zining garderoblari, mana kanalniy konditsioner sistemamiz, o'zining ichida kattagina alohida sanuzuli ham bor. Analizlarla ikkinchi qavatga yo'lamiz, ketdi. Ikkinchi qavatimizdan juda ham boshqacha vibe berib turibdi, qaranglar. O'rtada uzun pastgacha ham katta toshda terilgan, mayda-mayda qilib, juda ham ajoyib qandillar ilingan. Tepadagi birinchi xonamizda bu spalnya xonamiz, marhamat, ikki tomonlama oyna, garderoblari, xullas hammasi akkuratniy. O'zining ichida bu xonada alohida o'zining balkoni bor, hovliga qarab turadi. Kichkina bo'lsa ham kompaktniy qilib, ajoyib qilingan. Fasadlarimizga e'tibor bergan bo'lsangiz, travertin toshlardan qilingan, eronniki. Bu yoqda bo'lsa, yana bitta master spalnya, marhamat. Bu yerda ham xuddi shunaqa chiroyli kravat, shkaf, xullas ikkita xona bir xil pastligi bilan o'zining ichida alohida sanuzuli ham bor. Tak. Buni yonginasi bo'lsa bitta spalnyamiz bor. Qisqa qilib video qilib olamiz bu yerni ham. Marhamat. Kichkina detskiy qilib qo'ysa bo'ladi bu yerda va oldida yana bitta sanuzuli bor ikkinchi qavat uchun. Podvolimizda basseyn, sauna, bitta alohida kichkina xona qilib qo'yilgan. Yunusobod tumani Haytaunni shunda orqasidagi mahallada joylashgan, Oqtepa mahalli. Narxi 450 ming, yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasiz. Salomat bo'ling.